Taniqli o'zbek yozuvchisi, davlat arbobi, O'zbekiston xalq yozuvchisi faxriy unvoni sohibi Tohir Malik. Asl ismi Qobilov Tohir Abdumalikovich. 1946-yil 27 dekabr Toshkent shahri ziyolilar oilasida dunyoga kelgan. Toshkent davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagan. Tohir Malikning dastlabki hikoyasi 1960-yil Gulshan jurnalida chop etilgan. Uning talabalik yillarida yozilgan Hikmat afandining o'limi asari O'zbekiston adabiyotining fantastika yo'nalishida yaratilgan birinchi qissasi edi. Jinoyatning uzun yo'li yoxud Alvoda bolalik qissasi Tohir Malik ijodida alohida o'rin tutadi. Bu asar asosan hech kim jinoyatchi bo'lib tug'ilmaydi. Bolani atrof-muhit, jamiyatdagi turli illatlar jinoyatchiga aylantiradi deb hisoblaydi. Bu asarda yomonlarning aybi bilan jinoyat ko'chasi kirib qolgan iste'dodli o'zbek bolasi, yaxshi oilaning qobil farzandi boshdan kechirgan mushkul sarguzashtlar, fojiaviy taqdiri haqida hikoya qilinadi.